Ikkinchi darsimiz tasvirlarni aniqlik bilan yaratish. Siz Midjourney oddiy so'zlarni qanday qilib vizual hikoyalarga aylantirishlarini allaqachon ko'rgansiz. Bugun siz keyingi qadamni qo'yasiz. Taklifingizning iboralari va undagi o'zgarishlar natijalaringizni qanday qilib butunlay o'zgartirishi mumkinligini o'rganamiz. Keling, yaxshi taklif nima ekanligini va vositadan aynan nima xohlashingizni qanday olishni bilib olaylik. To'g'ri so'zlarni tanlash. Aytaylik, siz keyinchalik onlayn sotishingiz yoki bolalarga sovg'a sifatida berishingiz mumkin bo'lgan ertaklarning rasmlari tushirilgan kitobni yaratyapsiz. Matnda shunday deyilgan: Quyosh chiqa boshlaganda vodiy ustida baland qal'a ko'tariladi. Siz vodiyni va osmono'par qal'a minoralarini ko'rsatmoqchisiz. Tasvir dramatik, sehrli va balandlikka to'la bo'lishi kerak. A castle on a cliff at sunrise. Towering ili gigantic. Xo'sh, towering. Birinchi kashfiyot: aniq tilda tanlang. Siz foydalanadigan so'zlar tasvirini boshqaradi. Muayyan atamalar Midjourneyga aniqroq yo'nalish beradi. Chiroyli o'rniga nafis, xotirjam yoki jonli so'zlarni sinab ko'ring. Tez o'rniga chaqqon yoki poyga so'zlarni sinab ko'ring. Aniqroq so'zlar ko'proq maqsadli natijalarga olib keladi. Aniq miqdorlardan foydalaning. So'rovlaringizni aniqlashtirish uchun yana bir maslahat: noaniq ko'pliklardan saqlaning. Gullar talqin qilishga ochiq. Doira ichida joylashtirilgan 12 ta gul. Aniq kompozitsiya. Siz shunchaki chiroqlar o'rniga chiroqlar to'plami kabi umumiy atamalardan ham foydalanishingiz mumkin. Ko'proq shoshilish tuzoqlar. Endi natijangizni ta'sir qilish mumkin bo'lgan ba'zi murakkabroq qismlarni ko'rib chiqaylik. Tasavvur qiling, siz jamoangiz uchun unumdorlik bo'yicha ko'rsatma tayyorlayapsiz va toza ish joyiga ehtiyoj sezasiz. Siz ozoda, sodda va vizual jihatdan xotirjam narsani xohlaysiz. A desk setup with clean, minimal design with one laptop and soft lighting. Bu bizga to'g'ri keladigan prompt. Ikkinchi kashfiyot: nimani xohlayotganingizni tasvirlab bering. Salbiy ko'rsatmalar siz qochishga harakat qilayotgan narsani hali ham kiritish mumkin. Hozirgina ko'rganimizdek, agar siz tartibsiz stol jihozi deb yozsangiz, siz hali ham tartibsizlikka o'xshash shakllarni ko'rishingiz mumkin. Buni o'rniga nima ko'rinishi kerakligiga e'tibor qarating. Bitta notebook va yumshoq yorug'lik bilan toza minimal stol jihozi. Hozir ko'rib o'tganimizdek. Professional maslahat: elementlarni olib tashlash uchun so'rovingizni oxirida elementlarni aniq chiqarib tashlash uchun no parametrini qo'shing. Masalan, no text, no pupil yoki no clothes. Midjourneyga ushbu elementlarni qo'shishdan saqlanishni aytadi. Bu mukammal emas, model hali ham chiqarib tashlangan obyektning nozik izlarini o'z ichiga olishi mumkin, ammo bu keraksiz tafsilotlarni kamaytirishga eng ishonchli usul. Masalan, bizning toza stolni o'rnatish so'rovimizda no parametr qanday ishlaydi? Stolni o'rnatish betartiblik yo'q. Kelgusi darsda ko'proq parametrlarni ko'rib chiqamiz. So'rovlaringizda har doim ham ko'p tafsilotlar kerak emas. Ular minimal darajada qolishi mumkin. Hatto bir nechta so'z yoki emoji ham ishlaydi. Qisqa tutsangiz, Midjourney tasvirni yakunlash uchun ko'proq o'zining standart uslubiga tayanadi. Agar ba'zi elementlarni siz uchun muhim bo'lsa, ularni qo'shing. Qancha kam tafsilotlarni ko'rsatsangiz, shuncha ko'p xilma-xillikka ega bo'lasiz. Lekin yakuniy natija ustidan nazoratni ham yo'qotasiz. Midjourney prompt cheat varag'i. Siz uchun muhim bo'lgan tafsilotlarni aniq ayting. E'tiborga olish kerak bo'lgan qismlar: mavzu, kim yoki nima, odam, hayvon, xarakter, joylashuv, obyekt. Vosita: qaysi shaklda? Raqamli fotosurat, moybo'yoq, rasm, illyustratsiya, haykaltaroshlik, ko'mir eskizi. Atrof muhit: qayerda? Bino ichida, ochiq havoda, kosmosda, suv ostida, shaharda. Yoritish: qanday turdagi? Oltin soat, yumshoq sham yorug'ligi, dramatik, neon. Rang: qaysi tuslarda? Xira, pastel, yorqin, asosiy ranglar, issiq tonlar, kulrang, monoxromatik, qora va oq. Kayfiyat: uyg'otadigan tuyg'ular, g'ayratli, xayolparast, sirli, quvnoq. Kompozitsiya: u qanday ramkaga solingan? Portret, keng kadr,
makro yaqin plan. Qushlarning parvozi. So'rovga qatlamlar qo'shish. Gapning asosiy qismiga o'tish uchun barcha muhim tafsilotlarni kiritishingiz kerak. Lekin buni to'g'ri yo'l bilan qilishingiz kerak. Tasavvur qiling, siz boshlang'ich maktab o'quvchilari uchun yovvoyi tabiat qo'llanmasini yaratmoqchisiz. Siz kiyik bolasini xavfsiz yotganini, yuqoridagi shoxdan ikkita ko'k qush esa uni kuzatib turganini ko'rsatishingiz kerak. Yumshoq o'rmon tong yorug'ligi mayin multfilm uslubi. Biz yozishimiz kerak bo'lgan prompt o'rmon ichida bola bug'u va ko'k qushlar multfilm uslubidagi lekin realistik bilan tonggi yorug'likda yaqin kadrda ham, keng kadrda ham. Asosiy subjektimiz a baby deer, ya'ni bola bug'u. Another subject bluebirds, ko'k qushlar. A baby deer with bluebirds in a forest. Cartoon style. Multfilm uslubi. Realistik bo'lishi. And wide shot. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizning promptimiz to'g'ri keldi. Sizningcha yaratilgan tasvirlar nishonga tegdimi? Yo'q. Aslida natija biz olishimiz kerak bo'lgan narsaga mos kelmaydi. Keling, nima uchun bunday bo'lganini ko'rib chiqamiz. So'rovnomadagi qaysi muammolar natijada xatolarga olib kelishi mumkin? Xo'sh, subyektlar o'rtasidagi noaniq munosabatlar, qarama-qarshi uslublar, o'rmondagi ertalabki yorug'likdan foydalanish, joylashuv va joylashuv tafsilotlari yetarli emas, qarama-qarshi uslublar. To'ppa-to'g'ri, ushbu tanlovlarning har biri model uchun noaniqlik yaratadi. Agar mavzular, uslublar va nuqtai nazarlar mos kelmasa, Midjourney ko'pincha xususiyatlarni birlashtiradi yoki mos kelmaydigan teksturalarni qo'llaydi. Endi to'g'ri so'rovnoma berishni o'rganamiz. Ya'ni bizga kerakli bo'lgan so'rovnomani. Baby deer racing in forest clearing. Two bluebirds. Morning light. A soft cartoon style. Wide shot forest scene. Ushbu nozik ko'rsatma siz tasvirlamoqchi bo'lgan maqsad va sahnaga mos keladimi? Ha, u mukammal darajadagi mos keladi. Aynan ushbu taklif modelga aniq mavzu, o'qilishi mumkin bo'lgan nuqtai nazar va yaxlit uslubni beradi. Bularning barchasi mo'ljallangan natijaga mos keladi. Nima uchun bu ishlaydi? Bu taklif ishlaydi chunki har bir tafsilot xotirjam va bolalarga mos keladigan misolni mustahkamlaydi. Mavzu aniq, diqqat markazida kiyik bolasi. Aniqlangan munosabat. Yuqoridagi ko'k qushlar, aralashtirish yoki chalkashtirish yo'q. Oddiy muhit. O'rmonni tozalash sahnani o'qishga qulay qiladi. Birlashtirilgan uslub. Yumshoq multfilm ko'rinishi yumshoq ohangga mos keladi. Doimiy kayfiyat. Ertalabki yorug'lik iliqlik qo'shadi. Yagona nuqtai nazar. Keng ko'lamli surat barcha elementlarni tabiiy ravishda kadrda ushlab turadi. Birgalikda bu tanlovlar Midjourneyni aniq va izchil natijaga yo'naltiradi. 3-kashfiyot. Tafsilotlarni oqilona qo'shing. Sizning taklifingiz faqat uning barcha qismlari bir-biriga mos kelgandagina ishlaydi. Qarama-qarshi uslublar yoki imkonsiz nuqtai nazarlar kabi qarama-qarshi tafsilotlarni aralashtirganingizda Midjourney hamma narsani birdaniga qondirishga harakat qiladi. Natija ko'pincha xira, aralash yoki g'ayritabiiy bo'ladi. Izchil taklif qo'shimcha ma'lumot qo'shish haqida emas, bu yagona birlashgan rasmni qo'llab-quvvatlaydigan to'g'ri ma'lumotni qo'shish haqida. So'zlarni vizual boshqaruvgacha, suhbatni tafsilotlar bilan to'ldirish emas, balki maqsadli tanlovlar bilan qilish haqida. Hikoyalarni tasvirlayapsizmi, mahsulotlarni loyihalashtiryapsizmi yoki o'yin kulgu uchun vizual material yaratyapsizmi? Bir xil qoidalar qo'llaniladi. To'g'ri so'zlarni tanlang, to'g'ri tafsilotlarni qo'shing va hamma narsani bir xilda saqlang. Asosiy xulosalar. Aniq tilni tanlang. O'tkir aniq so'zlar modelni aniq shakllar, nisbatlar va kayfiyatlarga yo'naltiradi. Nimani xohlayotganingizni tasvirlab bering. Ijobiy ko'rsatmalar salbiy ko'rsatmalardan ustun turadi. Midjourneyga nima ko'rinishi kerakligini ayting, nima ko'rinmasligi kerakligi emas.
Tafsilotlarni oqilona qo'shing. Taklifingiz bir ovozdan aytilishi kerak. Qarama-qarshi, noaniq yoki imkonsiz tasvirlardan saqlaning. Birgalikda ushbu tamoyillar sizga tasvirlaringizni ustidan haqiqiy nazorat beradi va Midjourney'ga g'oyalaringizni aniqlik va niyat bilan hayotga tatbiq etishga yordam beradi. Ajoyib! Siz so'zlaringizni aniqlashtirishni, keng tarqalgan xatolardan qochishni va maqsadli natijalarga mos keladigan ko'rsatmalarni yaratishni o'rgandingiz. Ushbu asoslar sizga haqiqiy nazoratni beradi va Midjourney'ga siz aytmoqchi bo'lgan hikoyani tushunishga yordam beradi. Siz ko'proq narsaga tayyorsiz. Keyingi darsda biz yoritishga chuqurroq kirib boramiz. Uni qanday shakllantirish, sozlash va kayfiyat kompozitsiyasini boshqarish uchun undan foydalanish. To'g'ri yoritish tanlovi bilan tasvirlaringizni yanada boyiydi, aniqroq va yanada maqsadli bo'ladi. Siz kuchli ijodiy vositalar to'plamini yaratmoqdasiz. Davom etamiz.